Savol. Assalomu alaykum. Kiyani markasida sog'lomlik mahsulotlariga a'zo bo'lish, a'zo akirish degandek shakl bilan iqtisodiy qimmat yaratish halalmi? Javob. Va alaykum assalom. Bevosita setish, udul setish, to'rsimon setish, piramidasiman setish va shaxoltib setish degandek nomlar ostida tijorat qilayotgan Amway, Kiyani, Atomi, Oriflame qatorliq bu turli zanjirsimon setish shirkatlarida tijorat qilish harom. Chunki bu shirkatlarning sistemasida noma'lumlik, boshqalarning hisobiga boy bo'lish, qimor, a'zolik uchun pul to'lash yoki mahsulot sotib olish, soxtapazlik bilan aldamchilikqa tovarni parda qilib olish qatorliq noto'g'ri to'xtamlashish va boshqalarning haqqini nohaq yeb olish qilmishlaridan biri yoki bir qanchasi tepiladi. Bular bu turli tijoratning haromligiga kifoyadir. Shunga har bir musulmon bu turli tijoratdan yiroq turib, pok halol yeyishga diqqat qilishi, boshqalarnimi o'zini aldamasligi zarur. Bo'lmasa dunyo va oxiratda oqibati yomon bo'ladi.